Alisher Navoiy so'z bilan tarix yozgan inson. Tasavvur qiling, bundan 600 yil oldin bir inson bor edi. U qilich bilan emas, so'z bilan tarix yaratdi. Uning ismi Alisher Navoiy. 1441-yilda Hirotda tug'ilgan bu bola yoshligidanoq ilmga chanqoq edi. U nafaqat shoir, balki mutafakkir, davlat arbobi va xalqparvar inson bo'lib yetishdi. Eng qiziq tomoni, Navoiy 2 tilda mukammal ijod qilgan. Turkiy tilida Navoiy, fors tilida esa foniy taxallusi bilan. O'sha davrda ko'pchilik katta adabiyot faqat fors tilida bo'ladi deb o'ylardi. Lekin Navoiy bunga qarshi chiqdi va turkiy tilni adabiyot darajasiga ko'tardi. U hatto maxsus asar Muhokamat ul-Lug'ataynni yozib, turkiy tilning boyligini isbotlab berdi. U yaratgan Hamza 5 doston butun sharq adabiyotida katta voqea bo'ldi. Bu ishni undan oldin turkiy tilda hech kim uddalay olmagan edi. Ammo Navoiy faqat yozuvchi emas edi. U o'z mablag'iga maktablar, shifoxonalar, ko'priklar qurdirib, xalq uchun xizmat qildi. Shuning uchun ham uni faqat shoir emas, millat fidoyisi deb atashadi. Alisher Navoiy 1501-yilda vafot etgan bo'lsa-da, uning so'zlari hanuz tirik. Chunki u aytganidek, tilga e'tibor, elga e'tibor. Va bugun ham Navoiy bizga katta bir haqiqatni eslatadi. So'z bu kuch. E'tiboringiz uchun rahmat.